Assalomu alaykum yana bir bor. Musofirda yurgan akalarim, ukalarim, yaxshimisizlar, tinchmisiz? Tanijonlari sog'mi? Sizlarga hozir granitsa xizmatini o'zi qo'yib beraman. Bemalol ismi Dima. 10 yillik stajga ega ukamiz. Bemalol dokumentingiz bormi, yo'qmi, registratsiyangiz bormi, просрочныйmi, immigratsiyaningiz просрочныйmi, bez patent yurganmisiz? Farqi yo'q. Qanaqa hujjatlaringiz bo'lmasa ham 100% etib ketiradi. Dima ukamiz, men bu yerga vizitkasini qo'yaman hozir. Bemalol murojaat qilib borib kelishlaringiz mumkin. 100% ishonarli. Dima o'zbek fuqarosi bo'lgan bilan Rossiya grajdanini yo'lga 100% javob beradi. Muomalasi chotki. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Granitsa xizmati, aeroportga yetish xizmati, aeroportdan kutib olish xizmati, Qozog'iston, Moskva, Qozog'iston. Bemalol hammasiga 100% javob beradi. Ismi Dima ukamizning. Marhamat, hozir men vizitkasini qo'yaman, telefon raqamini qo'yaman. Zudlik bilan telefon qilib borib kelishingiz mumkin. Yana bir bor aytaman, dokument bo'yicha muammo yo'q. Registratsiyangiz bormi, просрочныйmi, yo'qmi, immigratsiyaningiz просрочныйmi, patentingiz просрочныйmi, bez patent yurganmisiz, zolotoy koronadan qarzingiz bormi? Hech farqi yo'q. Qo'rqmasdan garantiya 100. Shunday telefon qilasiz. Dima ukam, Vafo Musofirlar kanalidan telefon qilyapman. Granitsa borib kelishimiz kerak desangiz, adresdan olib, adresga ketirib qo'yadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aka-ukalarim. Mana hamishagiday kerta chiqdi temasi bo'yicha mana granitsaga sog'lom kirib chiqdik. Hozir mana amakalarimizdan savol javob qilamiz. Qanday kirib chiqdilar, qanday yaxshi kirib chiqdi, shularni so'raymiz. Mana bu yoqdan eng kattamizdan boshlaymiz. Qani amaki, siz qanday, qayerdan bo'lasiz? Ben Buxoro oblast G'ijduvondan. Ana Moskvaga ishlab o'tiribmiz. Keldik 3 oy propiska, registratsiya, to есть hech qanaqa dokument qilmagan edim. Mana aprel oyiga zakon qattiq bo'ladi. Mana bu ishlab bo'ladi deganda granitsa chiqib keldik. Mana shu Dima ukamiz bilan granitsaga, Qozog'istonga. Endi bundan buyoq dokument qilamiz deb. Hali hech kim bilmaydi. Aprel oyiga nima bo'ladi, nima qoladi? Yo'lda sizning dokumentingiz bormi edi? Yo'lda bizga dokument 12-aprelga tugashi kerak edi. Menda bor edi. Meni sherigimniki dokument tugagan edi. Tugab bo'lgan edi, so'roq o'tib ketgan. Yo'lga bordik granitsagacha. Bir joyga ushladi 1000 rubl. Bir joyga ushladi 1000 dan 2000 rubl berib, Qozog'iston granitsasini borib o'tib qaytib keldik. Mana hozir Samaraga o'tiribmiz. 2 odamga 3000 so'm rasxod bo'ldi. Men bir tim bergan emasman. Sizning chunki dokumentingiz bor edi, dokumentingiz bo'lgandan keyin biz joyiga ular so'roqchasi bor edi. Ha, u nimasi yo'q. Qani amaki, siz qayerdan bo'lasiz? Mana Buxoro viloyati G'ijduvondanman. Mana shular bilan birga keldim. Xuddi bu aytganday bizaniki o'tib ketgan edi registratsiyamiz. Mana ukamiz Dima yordami bilan biz o'tib keldik. Hech nima qarali 1,5 ming xarajat qildik. Atak do'stlarim, qilib olinglar shu vaqt 2 aprel oyiga vahshiy qiyinlashib ketyapti. Bu pulga keyin registratsiya qila olmaysizlar, o'tgan bo'lsa o'tolmaysizlar ham. 15 ming dolar. 15 ming, 20 ming, 30 minggacha bolalar beryapti. O'sha uchun tezroq nima qilib harakatlarni qilib olinglar shu vaqt. Mana biz o'tib ko'rib keldik hammasini. Keyin mana aka, zolotoy koronani aloqasi bormi, yo'qmi? Zolotoy korona bilan ularning ishi yo'q. Bu Amerikaning nimasi, umuman daxli yo'q ekan ularga. Sizda ham bor edi, adashmasam. Menda 3 ta bor. 3 ta shu kreditingiz bor edi, bemalol kirib chiqdingiz. Bemalol kirdim chiqdim men, tamom. Ularning ishi yo'q, qo'rqmanglar. Sizlarga ayt. Mana bugun 31 mart kuni 31 mart. 31 mart kuni o'tiribmiz.
Ana bunga ham 3 ta korona bor. Turkmanlar Gideta bir korona. 70 ming rubl bu olgan shundan. Tamojni u bilan ishi yo'q. Bu ham ikkilanib chiqib kirishga bo'lmay ekan deb odamlar gap qilgan edi. Faqat sizlarni nimalar, dokumentlar Mana bilan keldik, kirdik, chiqdik. Hech qanaqa problema bo'lgan emas. Agar korona qarzing bo'lsa 100 ming rubldan oshiq bo'lsa, unga prichina sal bo'lishi mumkin ekan. qizilga kirgizsa. Ha, krasniy spisik deydi. O'shanga kirgizgan bo'lsa. Yana aytib o'taman, shu krasniy spisik bo'lsa. Lekin 70 ming mana qarz bor, o'tdik keldik. 100 minggacha bemalol deyilgan ekan. Yana bizani ko'd jalabga chiqarmanglar. Bu video tarqaladi. Biz ham muzikoy gapiramiz. Shunga qarab ishingni qil. Katta rahmat aka. Salomat bo'ling. Qani bu yana o'zimiz bilan do'stimiz. Qoraqalpog'istondan bo'lamiz. Shu bizani 4 dana shtrafimiz bor edi. Administrativniy shtrafmidi? Avval Metroda, ish joyida, bezdagi shunaqa shtraflar boradi oldingi. Ha, shu bu yilgi shtrafimiz ham boradi. Oldingi emas, bu yilgi ham boradi bir administrativ shtraf shu отделениyadan berilgan. Tamojdiydan o'tib keldik. 1 so'm pul chiqmadi. Shtraflaringiz to'langanmidi? To'langan edi, evet shu. Hammasi to'langanidan cheklari nimasi bor edi, to'langan. Lekin sizdan hech kim so'ramadi shuni. Hech kim so'ramadi. 1 so'm pul chiqmadi. Hech kim pul to'lamadik. rahmat. Takliflar joyida edi. Lekin Ha, bolalar, rahmat. Siz Qoraqalpog'istonni qayerdan edingiz? 50 qala. Eliqlan qayerdan? Amirobod. Ha, rahmat. Sosiyet bo'ladi. Shu bo'lsa Qani, amaki siz qayerdan bo'lasiz? Assalomu alaykum birodarlar. Mana akalar aytdilar. Biz bez narusheniya faqat hujjatimizni muhlati o'tib qolgan edi, biz o'tib keldik. Bemalol o'tib keldik. Shu mana gaylarga qancha rasol qildik? Shu 1,5 ming rasod qildik. Endi kamchiligimiz borligi uchun buni tan olish kerak. Endi Rossiya davlati qudratli davlat bo'lgani uchun uni ham qonunni amalga oshirishimiz kerak. Xato bizdan o'tgani uchun to'ladik. To'lashimiz kerak edi, to'ladik. Lekin juda ham gruz bo'lgani yo'q. Hammasi normal. Yo'limiz ochiq, zo'r borib keldik. Rahmat. Mana aka-ukalarim mana hozir mana gaplashdinglar passajirlarim bilan kelib chiqqan. Men o'zim shofyorman. Endi bu nima deydi? Bu hozir har xilda sulujim. Mana kecha hayit bayram edi. Hayit bayram bo'lgandan keyin 1,5 ming xarajat bo'ldi. Lekin har xil bo'ladi. Masalan, 2000 birolar 2000 rubl xarajat qiladi, birolar 3000, birolar 5000, 6000 shunaqa yo'lga shu tamojniga borguncha baylardan shunaqa rasod qiladi. Kecha prosta 2 ta ostanovka bo'ldi bizda. 2 ta ostanovkaga, bir ostanovkaga 500 so'm berdik, ikkinchisiga 1000 so'm berdik. Shuni hisobiga odamlarimiz yaxshi kirib chiqdi. Keyin reyestrga tushgan aka-ukalarimiz bor. Reyestrga tushgan aka-ukalarimiz ham ular ham yaxshi kirib chiqyapti. Ular ham yaxshi borib kelyapti. Xo'p, akalarim, xolos shunaqa gaplar. Bizga telefon qilinglar. Grasiya kirdi chiqdi temasi bo'yicha bemalol bizga murojaat qilinglar. Kamchiliklaringiz bo'lsa, ko'mak beramiz. Assalomu alaykum aka-ukalarim. Mana bizlar Grasiyadan keldik. Shu bizlar adresni olib ketib, yana adresga olib qo'yamiz. Qani amaki, qanday borib keldingiz Grasiyaga? Qanday kirib chiqdingiz? Yaxshi, отлично. O'zini mashinasidan tushganimiz yo'q. Kirib bordik. Azoq chegarasiga, Rus chegarasiga ham kirib borib, hammasidan chiroyli o'tib ketdik. Hech qanaqa problema bo'lgan emas. Shu adresga kelib tushdingiz, to'g'rimi? Shu olib ketgan joyimdan yana olib ketgan joyimga olib kelib qo'ydim, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Shu adresdan olamiz, yana adresga olib kelamiz bizlar. Gap yo'q. Shu kelganimda mana shu yer kechasi edi, yarim kechasi olib ketdim. Mana olib keldim. Yarim kecha keldik, yana kunduzi. Xo'p, katta rahmat amaki. Sog' bo'ling. Mayli. Qani amaki, qanday kirib chiqdingiz? Xudoga shukr, sog' salomat ana chegaraga chiqib keldik. Mana ukamiz ko'p yo'l ramla qildi. Mana joyimizga ham ketib qo'ydi. Adresga olib keldim, adresga olib kelamiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, mana kelib tushdik.
Shu kechasi soat 11 12lardan olib ketgandim shu yerdan. Mana kunduzgina keldik. Xo'p, katta rahmat amaki. Mashina hech nima esdan chiqmasin. Somka bormi? Ruzak bormi? Produkti bormi? Mana yo'lda mana produkt ham oldik mana. Mana xarajat ham qilib oldik yo'lda. Mana kampirlik aka-ukalarim chiqdi. Sog' bo'ling. Rahmat. Ana yaxshi keldik. Yaxshi borib keldingizmi? Birga borib. Mana Dimajon bilan yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr, ishlarimiz ancha oldinga ketdi. Kamchiliklar bo'lmadimi axir? Yo'q, yo'q. Hammasi joyga axir adresni olib ketib, adresni olib keldim, to'g'rimi? Xo'p. Mayli akalar, xo'p, sog' bo'linglar. Buyur, Dimajon. Xo'p.